Assalomu alaykum barchaga. Andijon viloyati Asaka tumanidamiz. Bu joyga nima qilib berganmiz? Perila qilib berganmiz, so'rta qilib berganmiz. Nima uchun qilib berganmiz? So'rtayda uzum bog' qilaman dedilar. Perilani bolajonlar tushib ketmasligi uchun to'siq qilingan. Xudo xolasa bu joyimiz necha kvadrat bo'lgan? Общий kvadrati so'rtaydagi 113 kvadrat, perilamizniki 14 metr. Buni ham metrini 250 mingdan, kvadratini 250 mingdan qilib berganmiz. Общий summasi 31,5 millionga tayyor bo'lgan. Buning ichiga nimalar kiradi? Polnisi materiallari, kraskalari, ustanovka qilib berishlarimiz, dastavkalari hammasi ichida 1 kvadratini 1 metrini 250 ming so'mdan qilib berganmiz. Agar xuddi shunaqa joiz bo'lsa, xuddi shunaqa so'rta yoki perila qildirmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'lib qo'ying va pastki nomerlarga telefon qilsangiz to'liq ma'lumot beriladi va qildirmoqchi bo'lsangiz zakatsiz olib qolishingiz mumkin bo'ladi. Xudo xolasa kimi qanaqa shunaqa joylari bo'ladigan bo'lsa, neobычный qilib beramiz. Bu joyimizda lazerli gul bo'lgan, profillar 3x profildan bo'lgan, so'rtaga uzumga chiroyli qilib qilingan, stokalar 8x8 polnisi gullarini profilli guldan qilib berganmiz. Gabarit ko'rinishi chiroyli, neobычный katta chiqqan kraskalarni xudo xolasa bemalol uzoq muddat xizmat qiladigandan qilib berganmiz. Bu qilib bergan ishlarimizga 15 yildan 20 yilgacha garantiya beriladi. Xudo xolasa temirlari mustahkam, qalin, stenkalari baquvvatdan qilingan, uzumlari zo'r bo'lib ketib, o'zini ko'tara olmaydigan holatga kelsa ham o'zini ushlab turadigan darajada xudo xolasa to'rtalar qilib berganmiz. Bizni kuzatishda davom etinglar, o'z fikrlaringizni izohlarda qoldiringlar. Biz qilib bergan ishlarimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta layk bosib, obuna bo'lib, kerak bo'lgan bo'lsa pastki nomerlarga telefon qilib ma'lumot olsalaringiz bo'ladi. Rahmat, salomat bo'ling.